Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. O'quv maskani borki, intizom eng muhim masala. Amerika maktablarida ham sinfda qolish va o'qishni tashlab ketish hollarini ko'rasiz. Moliyaviy yetishmovchilik, mas'uliyatsizlik, jinoyat sabab bola aziyat chekadi. Kid Pen Alley degan tashkilot notijoriy va mustaqil bir muassasa musiqa to'garaklari bilan tanilgan. Kuy va ashula orqali o'quvchilarda tirishqoqlik, qunt, odob va umid nima ekanini mujassam etadi. Bolalarning o'ziga ishonchini oshiradi. 1, 2, 3, 4. Listen to the radio, alone in my room, alone in my room, do it, alone in my room. Yeah. Bastakor va shoir Paul Reisler 35 mingdan ziyod talaba bilan ishlagan. U Kid Pen Alley guruhini 1999-yilda tuzganidan beri 2200 dan oshiq qo'shiq yozgan. Taniqli ijodkor 1970-yillardan beri sohada va musiqaning qudratini juda yaxshi biladi. Iqtisodiyot va ijod uzviy bog'liq. Bugun yuksak xayoliy cho'qqilarni zabt etishga jasorati yetgan odamlar iqtisodiy taraqqiyotni tebratyapti. Ijodkorlik bugun eng kuchli omil. Shuning uchun ham bolalarda sohaga qiziqish uyg'otishga harakat qilyapmiz. Washingtonning Anacostia mahallasidagi o'rta maktabi eng kambag'al ta'lim dargohlaridan. O'quvchilarning 95% quyi qatlamdan chiqqan. Butun shahar bo'ylab eng quyi ko'rsatkich deydi maktab rasmiysi Marlon Ray. Bolalarimiz orasida uyi yo'qlar, vaqtincha boshpana olib yashayotganlar, umuman oilasi abgor o'g'il-qizlar bor. Hammasi hayotda nimagadir erishishni xohlaydi, lekin moliya muammo. Buning ustiga yil boshida maktabning shundoq ro'parasida qonli otishmalar ro'y berdi. O'tgan bir yilning o'zida ta'lim maskani atrofida o'nlab tajovuzlar, jinoyatlar, hujumlar, o'g'riliklar sodir etildi. Ba'zida bolalarimizni urush qurbonlariga qiyoslaymiz, deydi maktab ma'muri. Ayrim qiz o'g'illarimiz uyiga borib, qo'rqinchli, shafqatsiz manzara bilan yuzlashadi. Shunga qaramasdan kurashishi, bilim olishi kerak. Who can sing the first line for me? Reisler va uning hamrohi Xizr May bolalarni televizorda ko'rgani bilan cheklanib qolmaslikka chaqiryapti. 1967-yildan beri televizorim yo'q. Rost aytyapman. O'quvchi bola Paul unaqada radioni eshitsakchi deya so'raydi. Kid Pen Alley notijorat guruhi 3 ta CD to'plam chiqargan, taniqli xonandalar bilan ishlab katta mukofotlar olgan. Bir haftalik mashqlar bolalarni juda ilhomlantirdi. Yillar davomida eslab yurishadi endi. Our slogan here at OR is whatever it takes. Qo'ldan kelganini qilyapmiz. Bolalarni oyoqqa turg'azish uchun hammasiga tayyormiz. Mark Snoves, Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi. Dasturimizni shu yerda yakunlaymiz. Kundalik yangiliklar tahlili bilan internetdagi saytimiz va ishtirlarimizda tanishib boring. Sizga tinchlik, xotirjamlik, salomatlik tilab qolamiz. Xonadoningizni shodlik va baraka tark etmasin. Xabar bo'lsa, faqat xabar bo'lsin. Washingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imamova. Yaxshi dam oling.